Chunki Alloh bizdan voz kechgani yo'q. Biz u zotning bandalarimiz. Hatto bizni maqtagan. Kuntum khayru ummatin ukhrijat linnas, ya'ni odamlarning orasiga chiqarilgan eng yaxshi bir ummat qilib qo'ydim sizlarni deb. Bizga yordam bermaydimi desa, sen Robbini aytganini qilgin, yordamini Alloh o'zi va'da qilyapti. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya va yawma yaqul ashhad. Albatta biz iymon keltirgan zotlarga va payg'ambarlarimizga mana shu hayoti dunyoda ham haligi guvohlar hozir bo'lib turadigan qiyomat kunida ham yordam beramiz dedi Alloh taolo. Qiyomatdagi yordamiga gap yo'q. Alloh taolo u kunda faqat iymon ahliga yordam beradi, o'zinikini qo'yadi. Maliki yawmiddin, qiyomat kunini yagona egasi bo'lgan podshosi bo'lgan zot. Endi dunyoda-chi, hayoti dunyoda desa, Alloh va'da qilib aytayapti, biz payg'ambarlarimizga va vallazina amanu deyotganda iymon keltirgan zotlarga hayoti dunyoda ham guvohlar hozir bo'ladigan kunda ham yordam beramiz. Shuning uchun mo'min odam bu Allohning va'dasidan yordam beraman deyotgan narsasidan hech ham bir anaqaga tushishligi, shubhaga tushishligi mumkin emas. Alloh zot bularga aytsa, to'xtab tur deb yordam bermay qo'ysa-chi deb shakka tushishlik bu iymondan ayirib qo'yadigan narsa. Endi ba'zilar bor haligi yordam desa, endi yordamini avval beraversin, keyin biz ham ish qilamiz deydiganlar bor-da. Ya'ni Alloh g'alabasini bersa, kurash kerak bo'lsa kurashamiz, chiqish kerak bo'lsa chiqamiz deydi. Endi g'alaba bo'lgan kundan keyin hamma o'zi yengil bo'lib qoladi-da o'zi. Qo'li baland, quvvat ko'rinib qolgandan keyin hatto haligi munofiqlar ham kelib payg'ambar alayhisolamning safiga qo'shilib, yolg'ondan o'zini musulmon qilib ko'rsatib shular safida yurgan. Hatto o'sha yahudi bo'lganlar, hatto mushrik bo'lganlar kelib, "Ya Rasululloh, siz bilan birga jang qilaylik" deyishgan.